siz ham bosh og'riqlaridan, bo'yin og'rig'idan qiynalib ketdingizmi? Zo'r tavsiya beraman. Agar ofisda ishlaydigan bo'lsangiz, rulda yuradigan bo'lsangiz, ko'proq tikka turib bo'yin egilgan holatda ishlaydigan bo'lsangiz, bitta zo'r mashq ko'rsataman sizga. Foyda zo'r bilan o'zimni ko'p sinab ko'raman. Chunki biz ham ko'proq tikka turib mana shuni egilgan holatda ishlab qolamiz ba'zi vaqtlarda. O'sha holatlarda bo'yin sohasida, bo'yin ensa sohasida, yelkalaringizda og'riq aytish biladigan bo'lsa, bosh og'rig'i, uyqusizlik, fikr jamlanmaslik, o'sha mijozlar bilan to'g'ri muloqotga kirisha olmaydigan bo'lsangiz, bosh og'rig'i hisobiga zo'r narsa. Mana shu element. Qo'lingizni mana shu tosh to'galanishga olib kelasiz mana. Qo'lingizni shunday bossangiz, mana shunga chuqurchaga bo'shliqqa tushadi. Mana shu yerda 30 sekund, 1 minutlar atrofida aylantirasiz. O'rtacha bosimda aylantirasiz. Og'rig'i bo'yicha, bosh og'rig'i ham, bo'yin ensa sohasida og'rig'i bor odamlarga birinchi sal og'rigandek bo'ladi, lekin 1-2 minut ishlasangiz, mana shuni bo'shashtirsangiz muskullarni, keyin yoqadi. 1-2 minut ishlaganingizdan keyin mana shu yerda o'zini, mana shunday qo'l barmog'ini ushlaysizda, qattiq bosib turasiz. 1 minutlar bosib turasizda, qo'yib yuborasiz keyin. Bosh bir bo'shashgandek bir boshqacha bo'lib qoladi. Keyin yana 3-4 minut mana shu yerlar uqalab, yana shu narsani takrorlaysiz. Keyin mana bo'yin soch to'gallanishi, mana shu yerda uqalaysiz. Mana 4 ta o'zi qilsangiz ham bo'ladi bu narsalarni. Mana shu uqalaysiz. Bu mushaklarni bo'shashtirishga, bosh miyaga yaxshi oziqa borishga yaxshi bo'ladi. 5-6 minut qolaversangiz, boshingizdagi og'riq tarqaydi. Yengil bo'lsa kayfiyatingiz ham yaxshi bo'ladi, ishingiz ham yaxshi bo'ladi, birovlarga muomalangiz ham yaxshi bo'ladi. Sinab ko'ring, foyda ko'rgan bo'lsangiz aytasiz.